Nima? Tekshirib ko'ramiz. Qarang kommentariy. Wow, davay. Bolalar, endi biz uni tekshirib ko'ramiz. Birinchi ishim bu, men armanstetlarni qo'yib chiqishim bo'ldi. Juda ko'p vaqt olar ekan. Uning nimgar. Ikkinchi o'ringa endi qilich qo'yish kerak. Yana armanstet qo'yamiz. 30 ta bo'lsak video chiqadi degan edim. Lekin sizlar 30 ta ham qilolmadilaringiz, o'shaning uchun mana men video chiqaryapman. Mana endi boltani qo'yamiz. Bolta, qilich, mace. Yana qaysinisi qoldi? Kirka ketmon lapatka qoldi. Lapatkani qo'yamiz. Oy. Suhrobjon Minecraftga obuna bo'lib qo'yamiz, bolalar. Uning maqsadi 10 ta obuna obunachi bo'lish ekan. Obuna bo'lamiz, uning maqsadini qilaylik bemalol. Sizlar uchun jalqa emas, men uchun esa qilmasangiz jalqa. Obuna bo'lamiz, men ham 30 ta bo'lgim kelyapti, bolalar, iltimos. Sizlarning qo'lingizdan kelishi aniq. Kimdir menga obuna bosgan ekan. Obunachim 24 ta bo'lib qolibdi. Rahmat o'sha bosgan odamga kattakon. Endi kiyimlarni qo'yib chiqamiz. Mana men oyoq kiyimni qo'yib bo'ldim. Oyoq kiyimni qo'ydik. Endi esa ishton. Endi esa ishtondan keyin chest play. Do'stlar, kommentariyada yozib qo'yamiz. Men hardcore rejimda video olaymi? Yoki jonli efir qilaymi? Qaysi birini xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiramiz. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Hardcore yoki jonli efir. Lekin men jonli efirda uncha o'tirgim kelmayapti. Hardcore bo'lsa kommentariyada yozib qo'yamiz. Xo'sh, mana endi biz qilib oldik. Hammasini sindirib chiqamiz. Mana. Hozircha o'xshayapti. O'xshayapti hozircha. Va do'stlar, bu ajoyib g'aroyibiy narsamiz o'xshar ekan. Ichida armanstetlar ko'p ekanmi? Ichiga kiray buni. Yaxshigina ko'p ekan. Bu narsamiz o'xshar ekan. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Hardcore rejimda Vijvania yoki survival qilaymi?
Mana bu narsamiz o'xshayotgan ekan. Videoga like bosib qo'yamiz. Mening maqsadim 30 ta obunachi. Hisobchan Minecraftga ham iltimos obuna bo'lib qo'yaylik. Uning ham obunachisi 5 ta hozircha, 5 ta adashmasam 6 ta bo'ldi. Iltimos meni ham uni ham xursand qilgan bo'lar edingiz. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Agar endi 30 ta bo'lmasak, umuman video chiqmaydi. Umuman. Kuzatuvchilarga ham obunachilarga ham agar 30 ta bo'lmasak, umuman video chiqmaydi. Video mana 10 ta bo'laylik degan videoyimiz bor. O'sha 1,5 mingdan ortiq ko'rilibdi, lekin hech kim obuna bo'lmabdi. Iltimos, juda to'g'rilab qo'yaylik. Mening maqsadim o'zi yoz oxirigacha 100 ta obunachi bo'lgan. Lekin agar hozirgi maqsadim bu hozirgi 30 ta obunachi bo'lish. Yoz oxirigacha bo'lgan maqsadim esa bu 100 ta obunachi. Iltimos, shuni to'g'rilab qo'yaylik. Obunachilar, bolalar, qizlar, obunachilar. Mana men sizlar uchun shuncha video qilyapman, tayyorlayapman. Shu ham bir tiyin bo'lyapti. Menga obuna bo'layotganlar uchun kattakon rahmat, obuna bo'lmayotganlar uchun esa arzimaydi. Kommentariy yozib qo'yamiz. Hammaga xayr.